Assalomu alaykum jigarlar, sizlar bilan bugun Forex bizga bir jigarimiz aytdi, bir ukamiz aytdi. Menga mana bu nima desam ekan? Ovozini chiqarishni o'rgating dedi, qanaqa qilasiz dedi. Shuni o'rgataman bugungi videoda. Sizlar qo'llab-quvvatlab turing. 60 minutga ozgincha qoldi. Mana bu ovozni. Shu ovozni chiqarishni o'rgataman. Sizlarga chirom kerak bo'ladi. Kirib olamiz. Menda kirib turibdi. Sizlarga kirishni o'rgataman. Qidiruvga fish audio deb yozamiz. Kutamiz va birinchi chiqib kelgan saytga kiramiz. Boshqasi emas, fish audio degan saytga kiramiz. Boshqalar ham bor, lekin kirmaymiz. Birinchi chiqib kelgan kiramiz. Va get started bo'limini tugmasini bosamiz. Nima bo'lim? Tugmasini bosamiz. Va birinchida turgan shu tugmani bosamiz. Sizlarda shunaqa oyna ochiladi. Sizlar shularga men yozgan narsani yozasizlar. Hammasini emas, lekin shularni yozasizlar. Men belgilagan joyga o'zingizlarning gildiyalarni, ma'naviy joylarga o'zingizlarni o'ynaydigan odamlarni, edit qiladigan odamlarni yozasizlar. Va sizlarda mana bu plus degan narsa chiqishi kerak. Plus degan narsa chiqadi. Shu plusni bosamiz. Plusni sizlarga boshqasi emas, shu kombat kerak bo'ladi, Mortal Kombat kerak bo'ladi, boshqasi emas. Boshqa ovoz chiqaradi, shu kerak bo'ladi. Shuni topgan so'ng UC'ni bosamiz. O'zi avtomatik mana bunaqa qilib chiqadi. Biz mana bu generate tugmasini bosamiz. Ozgincha kutamiz. Hozir bizga o'zi ovozini chiqarib beradi. Yozganimizni. Kutamiz. Bo'ldi. Shunaqa qilib chiqarib beradi. Real Madrid, Beck, Solo, Shunaqa chiqarib beradi. Sizlarga ham tavsiya etaman. Agar gildiyalarni edit qilmoqchi bo'lsanglar, shu programmadan fish audiodan ishlasanglar bo'ladi. Hammaga xayr, sizlar bilan bo'lgan Forex kanali. Iltimos yordam beringlar. Men 60 mingtaga ozgincha qoldi. Men 60 mingta bo'laman. 100 mingta bo'lganda ukam menga pul beraman deganda shu pul beradi endi. Shunga yordam beringlar, iltimos. Sizlar bilan bo'lgan Forex kanali. Hammanglarga xayr. Savol bo'lsa beringlar, o'zim kommentariyada javob beraman. Hammanglarga xayr. Davay.